hech qanaqa ximikatsiz, qancha ham yumshoq qolmaydigan uy sharoitida chips tayyorlamoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib qizillarni qo'shishni arasimon pichoq yordamida kesib olamiz. Keyin bo'lsa yarim soatga muzga solib qo'yamiz. Qaynatuvlasida 1 daqiqa davomida chaynatib, keyin yaxshilab kartoshkalar turli bo'lgandan so'ng 160 gradusda so'rilish taxminan 10 daqiqa davomida. Yog' darajasi o'rta bo'lganligi sababli bu va jinsiyaringiz umuman yumshoq qoladi. Yana yaxshiroq bo'lishi uchun parmesan yog'i, tuz, paprika va chesnak pudrasini solib aralashtiramiz. Bu taom oddiy bo'lib qolmasligi uchun kolbasalarni ham dumaloq shaklda kesib, qizib turgan yog'da qizartirib qovurib olamiz. Kolbasalar sifatli, tabiiy ziravorlar qo'shilgani uchun qizgan yog'da pishganda to'g'ri yoqadi. Kartoshka chipsi va bunyongan kolbasalarni aralashtiramiz. Taomimizni oxirgi nuqtagacha qo'ygan javzli pishloq. Ijod va mehnatimizni boshqarib, bir dona layk qo'yib ketsangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga